Şu damazımız Dilli 300 klientlerinden birsiniki bo'lishi mumkin. Bu skuter ham Dilli 300 obunachilar uchun. Men kurat bilmayman, bu deyveramiz, tashlaymiz boshqa. Yo'l ata tushsangiz ham obunachilarnichimi qo'ysangiz bu damozdan qo'yib beribsiz. Shuncha podachi qo'yib beribsiz. Seroz aytib turibmisiz? 100% javob. Bulara pul berish shart emas Yo'q, Dilli 300 gapingizga javobmi? Ne o narsalar? Dilli 300 klientlerine 100% tekinga bo'ladi. Bir dana damoz, bir dana skuter, xolodilnik, avtomat kir mashinasi, televizori 43 dyumlik, Aristoni, gaz plitasi, pol avtomat kir mashinasi, konditsioneri, bir dana kulleri, 20 dana duxovkasi, 20 dana pilisosi, 10 dana mikroto'lqinli pech 100% tekinga Dilli 300 obunachilari va klientlar uchun bo'ladi. Semiya bakar damoz aynan sizniki bo'lishi mumkin. Bu damozdan olasizlar, faqatgina oilangizga plus tarafi bor damozni. Damozni ko'p kirib biladi. Buni yutib olishni juda oson yo'li. Bunga pul to'lamaysizlar do'stlar. Bu tekinga aynan sizniki bo'ladi. Bayramni ketib, Xudo xolosa davlatdan ikkimiz aynan biz obunachilarimizni olib boramiz. Do'stlar, bizga poddeshkatlik aynan bizani obunachilar yutib olsin shuni. Kommentariya shouning g'olibini va nihoyat aniqlaymiz. Ayrim bir sabablarga ko'ra texnik nosozlik bo'lib qolgani uchun kommentariya shouni endi biz aniqlaymiz. Bu hali hammasi emas, yana bir kommentariya shou aynan bizni obunachilar uchun qo'yib beramiz. Assalomu alaykum, yangi 4 yil. Bugun sizlar bilan Xudo xolosa eng zo'r yangiliklarni birsini sizlarga yetkazib boramiz. Agarda kanalga yangi bo'lsanglar, podpiska bosib, bir krasavchikni like bilan bosib, kommentariya omad so'z yozib qo'yinglar. Inshaalloh sizlarga shu video manfaatli bo'ladi. Do'stlar, Dilli 300 yil aksiyasini start berdi. Qarochi, misli ko'rinmay, hozirma va'da berib chaqib turibdi. Vobshe ichida bo'lmagan zo'r aksiyani aynan yangi 4 yil obunachilar uchun ishlab beramiz dedilar. Videoni oxirigacha tomosha qilib turing, inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ladi. Adresini so'raganlar uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Buyum bozori bo'ladi. Bir do'stlar, xo'p, bu yandan kelsanglar, gün chiqish darvoza bor. Gün chiqish darvozani ko'pchilik biladi. Bu yandan kelsanglar 555 aptek, yuqorida 888 boss bor. Ko'rib turgan bo'lsanglar, şuradan doğru o'tasizlar. Bu yan tarafimiz, arka tarafdan kelsanglar, Qo'sha darvozadan kelasizlar. Bu yandan kelsanglar. Keyin bu yandan doğru tarafından kelsanglar, bu yanda Ulubog Stiyanki bor, beton stiyanki deyiladi. Ko'pchilik biladi, beton stiyankini shon tarafdan kelasizlar. Bu yan tarafdan o'zi darvoza bor. Hozir sizlarga asta sekinlik bilan bir chetdan yangiliklarni bo'lmasini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolosa do'stlar, lekin nerealni aksiyalarni qo'yib bergan hozir sizlarga bir chetdan ko'rsatib qo'yamiz. Adresini ko'rdinglar, shu o'rtadan kelasizlar. Keyin bu yandan kelsanglar, bu yandan kelsang bu yerda 10 ming shop bo'yna. Skikka 10 ming shop. Shu yerdan o'ng'aylansizlar, bu yandan kelsanglar chap taraf aylansizlar. Keyin shunday aylanishingizda do'stlar, 10 qo'lingizda do'kon. Do'kon vobshe katta do'kon, lekin hozir shuncha podarkalar turibdi. Bu yerda mashinam turibmi bilmayman. No'g'lan qo'yib bergan davlat ham bilmayman. Hozir bir chetdan danıştirib beramiz. Necha baytdi bular? Bu yerda biri o'tirib tushadi. Davlat hangmi shu bilmayman. Asadbek. Davlat ha, brat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Necha baytdi bu? No'g'lan necha baytdi bir? Obunachilar bilan ko'rishib berik. Hammaga assalomu alaykum. Qadrli yangi 4 yil kanal obunachilar hamda Dilli 300 klientlar hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xudo xolosa bugun Dilli 300 mijozlari uchun yilni final aksiyasini, ya'ni eng zo'r aksiyasini bugun sizlarga qo'yib beradi. Qaranglar, tekinga bir dana Damoz avtomobili. Hozir Damoz tekinga bo'lib turibdi, to'g'rimi? Tekinga bo'ladi, hech qanday shartasiz, hech qanday to'lovlarsiz, hech narsa aloqasi bo'lmagan holda bir dana Damozimizni mutlaqo tekinga olishingiz mumkin. Undan tashqari bir dana bolalarimiz maktabga borib kelib yurishi uchun o'zlarimiz ham ishga polni minsak bo'ladigan zo'rindan elektro skuter. Hozir buni ota bola o'tib olsa bo'ladimi, bo'lmaymi? Bo'ladi, ota bola o'tib olsam beramiz. Ota bola addinli, bola addinli. Ha, bola addinli bo'ladi. Sababi qaranglar, bir dana Damoz, bir dana skuter, undan tashqari xolodilnik, bir dana Aristoni, bir dana avtomat kir mashini, bir dana 43 dyumlik televizori, bir dana pol avtomat kir mashinasi, bir dana gaz plitasi, bir dana eng zo'ridan 12 lik konditsioneri, bir dana kulleri, 20 dana duxovkasi, 20 dana pilisosi, 10 dana mikroto'lqinli pechi. Xullas shu yerda ko'rib turgan bir dana Damoz va bir dana Damozni pulunda turadigan mayda sovg'alarni mutlaqo tekinga Dilli 300 klientlarına beradi. Hozir pul bermasam olib ketamizlar shunda. Hech qanday to'lovlarsiz, hech qanday mahsulotlar aloqasi bo'lmagan holda. Serios so'zlab turibsiz, gapingizga javob berasizmi? Javob beramiz.
Ertən qaran mənə obunaçılarım biləsiz aktivini. Ertən gəlib durub sizdən tələb etişi var şunu. Vallahi cavab verəmiz. Siz şərtlərini Dillər 300. Buna lekin pul ver şərt emas. Yox, pul ver şərt emas. Bunu az video davamında Damadan pul ver şərt emas. Toluq edib düşündürüb verəmiz. Qarangla Dillər 300 köp illərdən bəri klientlərini, abonaçılarını öz işansını aqlab gəlir. Ən illərdən bəri bunu ağzaki rəvişdə emas, dınıq və toluq halətdə bundan aldığın aksiyalarımızda, bundan burun maşin soğuk etken videolarımızdan caylımız bemalak görüp alaverəsə Dillər 300 aytdı mı işliydi. Dillər 300'də kuruk gep, kuruk nerse yürmedi. Hazır şunda şu soğuk olan hemmes 30'dan ziyad soğuk olan hemmes. 60 Bir de yine meri çopka nersenmez akır. Bir de şüde nersenmez akır. Damaz, həzil nersemez. Damaz, semya, ayla bakar, xozalık bakar, avtomobil boladı. Lekin öylesine 40 daya kurup bəydidirlər bunu. Şopırçı ağalarımız. Yap boş mükəmməz. Damaz en zor tanlod əp biləmə. Nəşnəsə kimdir YouTube asam şunu. Ertəyin aborot əti pul tapar maşın boladı şu maşın özü. 3 gün burun sana telefon etkən vaxtımızda sən abonaçıların üçün əlaqədə təklif badəb. Videonu atqaz əti verdik. Atqaz etkənimizin səbəbi bir əməz 2 dənə damaz ətib qoyuverdik. Keyin qarasaq 2 dənə adam müyündə beyrəm oladı ekan, 2 dənə damazını abonaçılarımıza bərsək. 1 dənə damazını kaldırdık, 1 dənə damazını satıb puluna şunca görüb durma bir yerdə kəm-kəm ətib qoyubmuz, lekin aytıb ötkənimizdir. Səlkəm bir maşının pulunu Səlkəmdə bir maşının pulu. Bir maşının pulu. Səbəb biri 20 duxubki, 20 plisos, 10 mikronovka, kondisioner, kirmaşin, gaz plita, televizor, xullas. Skuteram var. Skuteram kəmində 5 milyon so'm duradi bom. Oyuncaq, adına qo'yilgan emas, seni mindine pulni hedab borib aylanib kelsanglar ham bo'laveradi skuterine. Birinchi marta haydashim, o'zim mashinamni xarob etib qo'ymayman. Yap bozmuş yemez. Skutera kara yürüyüşüne hele bu ikinci skor statüktü bu. Kürü demeyen bu. Yine full bamını. Üçüncü skorsan bamını. Kulles kara. Esetbek bu aytıp durgan soğuqalar 100% aytıp ötkənimiz mutlaka tekinge boladı. Dükkanımızda berilip durgan aksiyalar, berilip durgan soğuqalardan taşqarı halette boğan soğuğa hesaplanadı. Bu edilni şunda doğru mu? Bundan taşqarı. Bunlara pul tölemiydi. Yok bunlar hiç kandı. Bunlar kara bu mahsulatlarını xarid etiş, YouTube alış üçün bir dənə şartı var. Fakat Dillər 300 mızazı bolsanız boldu. Abunatçısı bolsa, mıcazı klienti bolsa boldu. Özü xaxlagan turda Liboy meş texnikadan xarid etib aladı. İçanda özünə yaraşan aksiyaları, sovğaları var. Bu sovğaların aksiyaları skitkelə işə bu ondan keyin. Hazır içanda yine aksiya koyduk mu bit oylara, bundan taşqa bu nərsələr içanda koyulub durğan mahsulatlara, aksiyalara, sovğalara. Bunun alakası yok mu? Alakası yok. Gələdi, çanda Liboy nərsə mahsulat xarid etib aladı. Sovğaların həmməsiz alıb bana Dillər 300 mücazib oldum ben değil mi? Her bir satıb alan mahsulat üçün alaqda. Her birine? Hava, satıb alanlıq haqqında talon bərilədi. Talonunu yazıb alıb, kırkıb kutuğa taşak getədi. Yap buluşma. Qalan video davamında göstəmiz. Kulles 60 dənə sovğa, 100% tekinge boladı. 60 dənə sovğa. Yap buluşma mümkün eməz. 60 dənə sovğa. Kulles azine bir de abonaçılarımıza bu videomuzun her bir minutunu ötürü verməsindən görüşünü tavsiye etmez. Sebebi her bir minutu abonaçılarımız üçün mənfəətli və qızıq faydalı boladı deyən garanti yazan baget. Ümitləmiz. Nodan başlaymış? Şimdi xaladeyiklərdən başlayımız. Yok, makaran. Mündətik xaladeyikdən axır rakan koyuq. Xaladeyikinin səl sezonu ötdü bəbir. Hazır həmmə indi qış gəl yatır, həmmə üyündə oturadı. Birinci növbətdə nə o gerək? Komfort zona buluş üçün televizor gerek bizlere. Birinci növbətdə televizordan başlayımız. Ne deyimiz? Televizor mu? Televizordan başlayımız. Mesela televizorlardan başlayımız. Sözü aytıp ötkənimizdə də... Vay, ne soğuğa bula? Kondisyonerim, televizoram, xaladeyiklərəm bizlərə bir xil səbəbi həmməsinin aksiyasını bir-birindən cayb etib qoyğanımız. Has televizorlar aksiya koyduk, həmmə nəsə koyduk. Şunda sırt deyib padarkilərdən taşqarı padarki. Umumam, sırtdan nərsələr alakası yok. Dövlətə serosiyələr turubmusunuz? Fakat Dillər 300 mızazı buldum mən yine. Dillər 300'dən mahsulat xarid etib aldım deyən talonçası bolsa boldu. Siz birlərdən emosiya alıb gəldiniz mi? Şunçəli padarki qoyuş səbəbi. Dəmalışa varıb, yengilik etib, klientlərimizə, abunatçılarımıza. Siz köpək dəmalışa batdırın siz. Mən pulunu işanda koyarınlar. İşte boğazda şanda duran yengilik et durasın. Əziz dostlarımız üçün, opa singillərimiz üçün, abonaçılarımız üçün. Şimdi yengilik gerek bizlərə. Yengilikli zorunu bizə işləyənimiz, bu safarqı aksiyamız. Xullas, en kiçkinə baladan, en katta adama deyim, mənfəətli boladı. Bunu çıkılar kara. Bize de
obunachilarimiz keladi, aytib o'tgan sirtdan mahsulotlar umuman alakasi yo'q ulan bir chetda surib turamiz. U faqat bizlara obuna bo'lganligi uchun talon asalab bo'ldi uni. Bu yerda bizada 43 dyumlik televizorlar aynan aksiyani zo'r 43liklarga qo'ygan. Adashmaymiz, kichkina televizor emas, kattaroq bu, katta televizor. 43 dyumlik televizorlarimiz yine bizada 2 milyon 300 ming so'mdan smart televizorlarimiz boshlanadi. 2 milyon 300 ming so'm. 2 milyon 500, 2 milyon 800, 3 milyon. Xullas, aziz obunachilar shu yerda ko'rib turgan Liboy 1 43 dyumlik Liboy brenddagi bir dana televizor xaritasi bo'lsangiz, sovg'asini tayyormisizlar? Hop, ne oldu? Bir dana pul avtomat kir mashinasi. Kir mashin, bir dana kichkina televizor, kir mashin. Bir dana kir mashina bor. Qo'ying. Undan tashqari bir dana eng zarur bo'lgan, hozir kunda eldimiz qish, har bir xo'jalikka kerak bo'lgan bir dana quyosh yondiruvchi pech deb aytiladi. Как раз, shashlik pishirib bersak bo'ladi. Kotlet, shashlik, pashlik, non siz shashlik, pashlik siz bize inşallah o'tgan 3-5 yilda chiqqanman men o'zim. Qishdan ha? Yo'q, svetsiz, gazsiz boshqa narsa shuni o'zida polnisti uyni qizdiradi bu. 6x4 xonani zo'rini qizdiradi. Agar qara, shundayna shu yerda ko'rib turgan 43 dyumlik televizorlardan Liboy versiyon xaritasi bola sovg'asina bir dana pol avtomat kir mashinasi. Kir mashina. Bir dana Quyosh pechkasi. Agar yangi 4 kanaldan ko'rib keldim, Asadbekning kanaldan ko'rib keldim desalar, bir dana chopperi Maşallah, hozir yangi 4 yildan ko'rib keldingiz, shuni berasizmi? Qara, bu televizorning sovg'asi emas. Bu yangi 4 kanaldan ko'rib keldim degan har bir obunachimizni kutib turgan sovg'a bo'ladi. Bu podpishchilar uchun. Obunachilar uchun. Gap bo'lish mumkin. Bundan tashqari bu mahsulotlarni xaritasi bo'lgandan keyin o'z-o'zidan nima bo'ladi? Siz delirchizda mizoz bo'ladi. Mizoz bo'g'aningiz haqida bir dana talon Odi familiyani yozib, doldurib qutumuza kelasizdan şöyle tashab ketasiz, xudo xolasa 31 dekabr günüsü şu kutumuz açılады ve omadli xaridor, ya'ni omadli mijoz aksiyamizda şu kutumuz açılады da bir dana damoz 60 tanadan ziyod sovg'alar o'z egasini topadi. Bize katta chegirmaga, katta yutuqlara start berdik qarorchi. Bunaqasi hali bo'lmagan do'stlar. Bütün hammaga inşallah bu video manfaatli bo'ladi. Shuning uchun tezroq do'stlarimizga, yar do'stlarimizga, o'zlarimizga yaqindan odamlarimizga bu narsani videoni tashab qo'ying. Bunaqasi hali bo'lmagan. Shu damozni men o'tqiman deb niyat etgan obunachilarimiz bir dana like ni bosasiz va bir dana joyibundan kommentariya yozasiz va videoni yana tashab qo'yasiz. Xudo xolasa shu mashinamiz ya 60 tanadan ziyod sovg'alar sizniki bo'lishi mumkin. Hozir endi davlatga kichkina televizorlarni aytdik. Katta televizor ham olacak bo'lganlarni. Undan kattasini olacak bo'lganlar. 43 dyumlik televizorim bor. Men 43 dyumlik televizorni olganman. Katta endi yeldimiz yangi yil yokin yangi yildan men bilamizki televizor mahsulotlarini oladi. Hammaga televizor kerak bo'ladi. Katta televizor mehmonxona qo'yaman desanglar 50 55, 65 dyumlik televizorlara qaranglar. 50 dyumlik televizorlar 3 milyon 800 ming so'mdan boshlanadi. 55 dyumluklar 4 milyon 200 mingdan boshlanadi. 65 dyumluklar 6 milyon so'mdan boshlanadi. Xullas, shu yerda ko'rib turgan 50 dyumlik 55 dyumlik, 65 dyumlik Liboy bir televizordan bir dana xaritasi bo'lsa obunachilarimiz Asadbek boyimdan baland. Bu ercha bu. Shuni aytam, boyimdan baland-ku bu. Ercha bu. Qaranglar aziz obunachilar, tayyormisizlar? Bularni mutlamaylik, hammasi bir televizor bo'lib bo'lacak. Bir dana televizor 50lik 55'lik 65 dyumlik televizordan bir dana. Ben ağzım çıkmıyor kaldı bu narsani eshitibsiz. Serios so'rab turibman. Hozir 50lik, 55, 65'liklari deb turibmiz sosuni. Dilirchizlar bir aytilgan narsa hazır yoki aytgandan keyin do'konga kelgandan keyin berilmay qolish holatlar bo'lmadi. Sababi dilirchiz yillar davomida o'z klientlarini ishonchini oqlab bo'lgan, yana dilirchiz halollik foydadan ustun shiorni amal qiladi. Qaranglar, hozir kunda bizadan shu yerda ko'rib turgan bir dana televizor xaritasi bo'lsa, sovg'asini bir dana sirchali kastrulkalar nabori sirchali hozir opa singillarimizga как раз kerak narsa bu, to'g'rimi? Bir dana lagani, bir dana chalaki, bir dana choyniki va bir dana krujkasi bo'ladi. Krujkasi ham bor, nabori. Nabor ekan. Undan keyin kastrulkalar nabori, ya'ni qozonlar to'plami 1, 2, 3, 4, 5 6 dana narsasi bo'ladi nabori. Maşallah. Bir dana ayollarımıza eng zarur, Liboy ayollarimiz ham erkaklarimiz ham zarur bo'lgan bir dana sezonni kelayotgan narsa o'zi. Manti qozoni zo'rinna. Keyin shu manti qozoni go'shtlarni novda chiqaramiz. Albatta bizlara misrofga kerak bo'ladi. Bir dana kamida million turadigan elektr misrofkasi. Qish keldi. İmmunitetlerimiz pasayadi. Yine hazır kuz faslında
Meyveler mo'l ko'l vaqt, hamma meyveler pishgan, suvli bo'lib, zo'r bo'lib turgan bir vaqtında bizlere ne gerek bo'ladi? Bir dana meyveler uchun blender, bolalar yogurt, hamma narsani tayyorlab beramiz. LG kompaniyadan ekan. LG kompaniyasidan. Proso kompaniya emas axir. Undan tashqari yo'q, men blenderda yogurt ishlamayman. Menga diniq so'qni o'zi kerak desang, lablarga gashir chiqarib ichish uchun, olmalarni vaqtida ichish uchun bir dana so'q chiqaradi uni. Bir dana termopotik. Termopotam. 8 7 litrlik suvni sezonu buna. Hem kaynatadi, hem kızdıradi, her saklab ham türlü. turadi Saklab terimiz turadi. bo'lib. Undan tashqari endi mesela kuru go'shtdan, mantini go'shtdan yeveramiz ki endi kediyimiz, keramiyimiz, kartishkadan, yana bir narsa go'shtdan, bundan pishirmaymiz ki shularning hammasini bir vaqtning o'zida solib, aylantirib chopperda tayyor mahsulot etib olaverasizlar. Keyin Azatbek, uyingda yana gaz yo'q bu ha? Ha? Momanovi Mama uy kızdırış. kızdırış Gerek. Ün isitiş için bir tane peçem kuyaş peçinden. Originalından, Arşiya brandinden bir tane peç. Xullas hesabınasılar bir tane televizor xarid etib olasizlar. Şu boyumdan en çekine baland bo'lgan sovg'alarni mutlaka tekinga olishingiz mumkin. Qaranglar, diler 300 mesela sezon o'tgan narsa qo'ysak ham bo'ladi. Qaranglar do'stlar, hozir biza podarchidan sezon endi keltirgan narsa qo'yib turibdi. Qaranglar, pech qo'yib turibdi, mant qozon qo'yib turibdi. Mant qozon ham endi sezon o'ynarsa, shuncha narsa ishlarni hammasini sezon endi keltirgan narsalar. Hali sezon geldi. Sezon o'tib ketdi emas mesela yoz narsasi emas, qishda bu yana foydalanadigan narsalar kelib turibdi. Xalqimizni, obunachilarimizni o'ylagan holda maslahatlashib qo'yilgan narsalar. Bu sovg'alarni oldingiz, quvonib ketdingiz, Dilli 300 klient bo'ldingiz. Her bir xarid etgan mahsulotingizda bir danadan talonlarini yozib berdik. 31 dekabr günüsü o'zi hammada yangi yil nishonlanadi, yangi yil nishonlanadi. Bayram deb bo'ladi. Bayram deb bo'ladi. Qutuga tashab ketasiz. Xudo xolosa, omadingiz kelsa, bir dana damoz yoki 60 danadan ziyod sovg'alar sizniki bo'lishi mumkin. Bir dana xaridingizning evaziga shuncha sovg'a va bir dana damoz yoki 60 danadan ziyod sovg'alar. Do'stlar, eng zo'r plus tarafini aytaymi sizlarga. Bu safargi aksiyamizda bir dana, 2 dana, 3 dana inson emas, nechta sovg'a qo'ydik o'zi? 60 mi? 60 dana sovg'a. 60 dana. Ya'ni obunachilarimiz orasidan bir dana, 2 dana emas, 60 dana inson bu videomuzda manfaat ko'radi. Bu safar lekin mayda chuda aytib o'tirmadik. Sovg'alarimizni ham ko'paytirdik. Ham desa meli cho'pga emas, sovg'alarimizni ham katta aytib qo'ydik. Aynan shu obunachilarimiz uchun. Endi Setbek eng zo'r, eng qiziq yerini o'tdikdan videomizda. Hozir bilasizlar, kuz geldi. Kuz degani maishiy texnikachilar uchun bayram hisoblanadi. Sababi bizada to'y sezon, yana toza joy solib hamma ko'chadi. Qishdan burun girib qolik deb hamma toza joy ko'chadi. Toza joy ko'chgandan keyin birinchi o'chirtda nov kerak bo'ladi bizlara. Hammaga birdek avtomat kir mashinasi. Avtomat kir mashinalarda qaranglar. Bizada bugün her bir video minutimiz menfaatli bo'ladi dedik. Buni gapimiz ustidan chiqish uchun qaranglar. 3 milyon 800, 3 milyon 600, 3 milyon 500 ming so'mdan sotilib turgan hozir kunda Immir kompaniyasıniki kir mashinamiz 2 milyon 800 ming so'mga skidkadadir. 2 milyon 800. 2 milyon 800 ming so'mga. Endi inobu modelim Zifler brendinden alaman desangiz 3 milyon 800 ming madi 3 milyon so'mga tushirildi. 3 milyon 900 ming so'mlik Artel kir mashinamiz 3 milyon 100 ming so'mga tushdi. Xullas shu yerda ko'rib turgan hamma kir mashinalaringizda o'zine yarasha skidkalari narxlarda pasayish bor. Undan tashqari bu skidka bu. Endi aksiyasini o'tadigan bo'lsak, qaranglar. Bizada shu yerda ko'rib turgan 7 kilolik, 8 kilolik, 10 kilolik, 6 kilolik o'zingiz xohlagan turda Leboy brenddan bir dana avtomat kir mashin xarid etib olsangiz sovg'asini bir dana kastrulkalar nabori, buning ichida lagani, chalaki, kurushkasi va choyniki bo'ladi. Buni bemalol ayollarimizni orzusi deb atasak ham bo'ladi. Sababi har bir ayol uyida ishini o'xshagan rossiyskiy original nabori bo'lishini xohlaydi. Undan tashqari aytib o'tganimiz sezoni keldi-ku, bir dana mant qozoni. Mant qozonmi? Bir dana blenderi. Bir dana so'q chiqaradi uni. Bir dana termopoti, bir dana qozoni, bir dana tapasi va şu qozon tapaga kerak bo'lgan kepkir cho'mishlar nabori 12 danalik qozon. Buni bir shtuki 25 ming so'm turadi bozorda, lekin buning ichida 12 dana narsasi bor. Buni kalkulyatorga solib İçinde polnisti komplekt hamma narsasi bor. Shu rasm ko'rsatilganmi? Shu bo'yicha bor.
Hiç nersesi ap kalınmaydı. Ondan taşkarı bir tane pikay dezmalı, bir tane limon çayniki, bir tane grafini ve kışta en zarur boladın bir tane orijinalına fina boladı abunaçılar. Ondan taşkarı bir tane tefalı mutlaka tekinge boladı. Keyin bu narsalarni aldık, lekin bizlere kirmaşangandan keyin bir tane ötük stol bilan bir tane sushilka gerek bo'ladi. Bize yangi 4 kanalından gör geldim desengler bir tane ötük stolu ve sushilkasini mutlaka tekinge alışınız mümkün. Kirmaşılara gerek nerse özlem. Sushilka stolu fen, lekin inasları yangilik fenden koşulgan bir de. Lekin Toyota bu safar yangilikni vapşı bombat bastı lekin. Bu mahsulatlarni indi mesela o'tgan safargi aksiyamizda kattaroq narsa, ya'ni avtomat kirmachilar gaz plita yoki televizor qo'yib berdik, lekin obunachilarimizda bu narsalar yetarli. Mesela yana bir dana sovg'a emas, hammamizga manfaatli bo'ladi. Bir dana mesela az televizor bo'lsa, eslatdik o'zingga foyda. Uyingga girib yotasan. Lekin bu televizorning ayollarımıza faydası yok. Ayollarımıza ne gerek? Mont kazan gerek, bir dana blenderi gerek, kastrulkalar, naburu gerek. Çaynakları gerek bo'ladi. Xullas, meyda sovg'alar har bir oilaga eng zarur hisoblanadi. Eng zarur narsa. Undan tashqari 60 danadan ziyod sovg'alar uchun size biletlar beriladi. Bir dana damozni, bir dana kirmashin xarid etib olish evazini, bir dana damoz tekinga olib ketishlari mumkin. Xo'lag'im, bir dana hozir kunadi bir dana mahsulot biletlar, bir dana mahsulot gelip bizadan mesela 5 dana mahsulot xarid etib olsalar, 5 dana sovg'ani her bir mahsulotuna 5 dana bilet beriladi. Bir dana kirmashin oldi. Bir dana bilet ketdi. Bir dana bilet ketdi. Bir dana televizor oldi. Bir dana bilet ketdi. Lekin bir adam bo'lsa ne o? Bul berilaveradi her bir mahsulot. Shunda 5 bir adam 5 tane yutuq olishi mumkin. 5 tane yutuq olishi mumkin. Maşallah. Respekt. Endi qaranglar aziz obunachilar, endi ishatish kerak, gelish kerak, olish kerak. Bizada avtomat kirmashin xarid etib olsa O'zbekiston bo'lib, dostavka xizmatlarimiz mutlaqo tekin. Qoraqalpog'iston, Xorazm bo'lib, dostavka plus ustanov xizmatlari ham mutlaqo tekinga bo'ladi. Pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Tushunmagan narsalaringiz bo'lsa, bemalol telefon etib yoki Telegramdan, WhatsAppdan chiqib muloqot etib, o'zingiz qiziqtirgan savollarga javob olsangiz bo'ladi. Onlayn savdodan bor. Hozir chet eldan o'tirib telefon etadi bo'lib qoladi. Onlayn savdomuz uchun 2 dana bola ajratganmiz. Bu muammo ko'p vaqt bo'ldi. Yechimini topolmaylik, lekin hozirgi kunda do'konimiz alakasiz bo'lgan holda 2 dana bola o'tirib, hamma telefonlarga javob berib o'tiradi. Bu konditsionerlar zo'rlandi. Davlatov. Konditsionerlar ham sezon o'tmadi, sezon endi keldi. Bularni ham sindirsak sindirik bahosini shababsiz. Diler 300'e o'xshasından beri. Ese qara. Setbek seni kanalın obunachilar uchun, ya'ni yangi 4 kanal obunachilar uchun shu yerda ko'rib turgan Libo konditsioner bahosidan 1 million so'm skidka. 1 million. 1 million. 200 ming emas. 1 million so'm. Gap bizga javob. Seriozniy. 1 million so'm shunda ko'rib turgan. Libo o'ynasizlar. 5 million 600 ming. 4 million 600 ming. 5 million so'mlik. 4 million so'ma. Ana gap. 5 million 200 ming. 4 million 200 mingga 6 million so'mlik. 5 million so'ma. Xullas, şurada ko'rib turgan Libo konsernini narxidan 1 million so'm skidka etib 300 ming emas, 500 ming emas, 1 million so'm. 1 million so'm. Diler 300 desanglar bo'ladi buni. Bu yangi 4 kanal obunachilarimdan kanaldan geldim. Şu kanalını izlep geldim şu kanaldan Diler 300 do'konini desanglar 1 million so'm pul Libo konserdan skidka bo'ladi. Undan tashqari yana. Xullas, meydalashimiz bu skidkasi do'konimizda qo'shib berilib turgan aksiyalara, sovg'alara umuman alakası bo'lmaydi. Xullas, bir dana konditsioner xarid etib olsan, sovg'asini bir dana avtomat kirmashin mutlaqo tekinga ketadi. Seriozniy, gapimga javob. Siz hozir xohlagan birsini, istalgan bir konditsioner xarid etsa, kirmashin bir dana. Bu avtomat emas, avtomat deb turibsiz. Avtomat kirmashin. Bir de avtomat ko'rsatib turibdi. Ko'ringlarmi avtomatni? Bu degani qarasatdik. Bir konditsioner narxi bilan bir dana avtomat kirmashin narxi teng turadi. Hozir 4 millionlik inverter motor, Liboy bir xohlagan inverter motor. Liboy bir inverter motorundan bir dana Zimaleta konditsioner xarid etib olsalar, shu yerda ko'rib turgan bir dana avtomat kirmashini va ayollarimiz orzusi bo'lgan sirchalı komplekt naborimizdan bir komplekt qo'shibmiz. Ya'ni krujkasi, chalaki, chayniki va bir dana legani bo'ladi. Rossiyasidan. Yap bo'lish mumkin emas. Bundan tashqari yangi 4 kanalını görüp geldim. Like bastım. Komentar yazdım da. Abone olmuşsun. Like baskan için. Bir dana fin. Komentar yazgan için. Bir dana grafik. Mutlaka tekinge getadi. Ana gap neydi? Lekin bu soğuğalar hozir Melchotga nasıl işlep turamiz? Bu aksiyamız, qara, Asadbek aksiyamızdan şartları var. Bu aksiyamız
16 oktyabrdan 26 oktyabrga, ya'ni 10 gün davomida amal etadi. 10 gün do'stlar shoshilamiz. Bunday aksiyalar hali bo'lmagan. Videoni ko'rib, 10 gün vaqt bor ekan deb kutib o'tirish kerakmidi? Videoni ko'rdingizmi? To'g'ri dinlovchiga qarab shoshilmang. Sababi minusini aytaman sizlarga. Davlat aka, minusini aytaman. Masalan, durib 10 gün ekan-ku 2-3 kundan keyin boramiz desanglar, bu degani sizlar yaxshi narsalardan uspit etmisizlar, kech qolasizlar degani. Bu deganim ko'p narsalar yetib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ertaga emas, bugun kelishlaringni maslahat beraman. Aziz obunachilar, 10 gün davomida shu yerda ko'rib turgan 12lik, 18lik konditsionerlar bemalol kelib xarid etib olasizlar. Konditsionerni narxi bilan teng sovg'alarni mutlaka tekinga olib ketishingiz mumkin. Like bosinglar, kommentariy yozinglar. Like bosganingiz uchun bir dana fen, kommentariy yozganingiz uchun bir dana grafinni mutlaka tekinga qo'shib beramiz. Yangi 4 kanalidan ko'rib keldim deyish esdan chiqmasin. Agar aytmasangiz 1 million so'm pul skidkadan quruq olasiz. Shu yerdan aytib kelinglar lekin do'stlar. Qishda xolodilnik olishimizni foydalarini yana videoda aniq diniqatib ko'rsatib tushuntirib beraman. Endi bo'ladi. Qaranglar, zavodda skidka bo'ladi dedik, aksiyalarning zo'ri bo'ladi dedik. Qaranglar. Shu xolodilnikimiz har safar aksiyalarimizda bo'yindan baland xolodilnik 5 million 800, 5 million 600 sotiladi dedi. Hozir kunda shu xolodilnikimiz 4 million 500 ming so'mga tushgan. 4 milyon 500 yani 4,5 milyon so'm. 4,5 milyon so'm. Yine 6 milyon 200, 6 milyon so'm sotilgan xolodilnikimiz hozirgi kunda 5 milyon 100 ming so'mga tushgan. Gördinglarmi skidkasini? Shivaki brendinden 5 milyon 800, 5 milyon 600 so'm. Menem boyumdan belad ekan. Bu hozir 5 milyon so'mga tushgan. İbedeyine 6 milyon 500 ming so'mdan satılib turgan Poziz 5 milyon 300 ming so'mga tushgan. 5 milyon so'mga tushganlari bor. Xullas, aziz obunachilar, Liboy bir xolodilnikda xarid etib olsangiz, istalgan bir katta xolodilnikdan, skidka bo'lgan. Undan tashqari sovg'asina keladigan bo'lsak, shu yerda ko'rib turgan 5 millionlikni olasizmi, 6 millionlikni olasizmi, 7 millionlikni olasizmi? Qalon bir xolodilnikingizda bir dana xarid etib oling. 3 milyon 200 ming so'mlikdan bir dana Zifler brendinden, Nerjevkasinden, Zorundan, ayollarımızın arzusu bo'lgan gaz plitadan bir dana gaz plita mutlaka tekinga qo'shib beramiz. Seriozlar tutmusiz? Seriozni. Hozir bu 4 milyon 500 ming so'mlikni xarid etsana. 4 milyon 500 ming so'm xarid etsan bo'ldi. Shu bir de zaborimiz bor. Shu zabordan. Shundan buyon Liboy birsin. Ha, shudan o'tadi. Liboy xolodilnikdan xarid etib olsa. Hozir gaz plitadan berbersan. Bir gaz plita tekinga bo'ladi. Seriozlar tutmusiz? Bu dishotki narsa emas, lekin prosta narsa emas bu. Qaytib olmaydi. Aytildimi? Aytib o'tganimiz yillar davomida Diluvchiz o'z ishonchini oqlab bo'lgan klientlar. Maşallah, gap bo'lishi mumkin emas. Bu gaz plitadan tashqari bir dana zo'rindan plisos. Plisos ham shuning uchun. Ajoyibundan bir dana plisos yana. Maşallah, ana plisos. Bu gaz plitadan tashqari bo'ladi. Undan tashqari bir dana vitichkasi. Vitichsam, gaz plita polisi tayyor shunda. Bir gaz plita, bir vitichka, oshxona doldi. Oshxona doldi. Gap bo'lishi. Bir dana xayolik. Agar pul hisob kitob etsak, xolodilnikingiz mutlaqo tekinga qoladi. Agar qara, yana bir variant aytdik. Hop. Obunachilar, agar bizada gaz plita, vitichka bor, bizlara eldimiz televizorni sezoni hamma uyuna girgan ki yazda uncha televizor shart emas, qishda televizor kerak bo'ladi. Ko'proq televizor ko'ramiz. Bizlara televizor kerakda obunachilarimizga bu sovg'alarni olmasa 50 dyumlikidan 50likda yaxshi emas bu yine do'stlar. Bir dana gaz plitani o'rniga bir dana televizor olishlari mumkin. Tursulam uni, nichalik kattaligim. 50 dyumlikidan. Undan tashqari ya malni satsan ipini ham ber dedi-ku, qo'yni satsan nima deydi? Qo'yni satsan ipini ham ber. Bir dana kranchkani ham shuning ichidan qo'shaman. Televizorni bu orqasidan ildirib qo'yasizlar. Bu ham bir 200 ming so'm ham beradi. Kamida turadi. Xolasanglar gaz plita vitichkalarni olinglar, xolasanglar 50 dyumlik televizorini olinglar. Qarang endi. 5 million so'm oldi-ku. Bu televizorimiz narxi 6 milyon ham sotilgan, 5 milyon 500 ming sotilgan, 5 milyon ham sotilgan, lekin hozirgi kunda narxi 4 milyon 300 ming so'mga tushgan. Unda hozir bu 700 ming so'mga. Shu aytaman, dummu to'q qoldi. 700 ming so'mga tushdi deyish shoshilmang. Sizni hali sirtda damozimiz yoki 60 tanadan ziyod sovg'alar turibdi sizni. Mana yangilikni-da, do'stlar. Endi qarang. Diler 300 respekt bo'lib turibdi. Hozir gap bo'lishi mumkin emas. Ham podarkilarni aynan obunachilarimiz uchun qo'yib berib turibmiz. Hali bunaqasi bo'lmagan aziz opa-singillar, yori do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Nichalik xolodilnikda qimmatindan kattasidan shuncha skidkasi ko'p bo'lib turibdi. Qaranglar. Ish xolodilnikimiz
7 milyon sattık. 6,5 milyon sattık. 6 milyon sattık. Hazır günde 5 milyon 800 milyon çıkan. Bromlu brendinden. Bize de yine abunachılar bir narsa eslatib o'tdik. Bize de hazır günde 27 xil brendni mahsuloti bor. Ya'ni 27 xil firmani mahsuloti bor. Bu deganimiz kimni nechik brend, nechik bir mahsulot qiziqtirsa, nechik model qiziqtirsa, dillovchida barchasi topiladi. Bizada istalgan birsi bor. Monex brendinden tortib Elita brendine deyin 27 xil brendni mahsuloti bor. Yana narxlar ham ajoyib narxda turibdi. Burisa qarali. Asadbek ishxonadan iknisan necha so'm olgan bo'ladi deding o'rtacha. Narxi o'zi 6 milyon 800, necha so'm oladi deding shuni? Yo bu katta xolit, bo'yimdan katta o'xshab turibdi, lekin bir 5 milyon ben bo'lsa olaveraman. 5 milyon so'mga beraman. Ana sog'lan ham qo'shib beraman. Undan qo'shib beraman. Ana sog'lan qo'shib. Seriously. Gap biza javob beraman. Seriously aytib turibsan. 4 milyon 400 ertan kellayizlar lekin men obunachiman. Bilasizku, obunachilar soni podpishchilar effektni ko'rsatib qo'yinglar davlat tomon nechib bo'lishini. Video 10 kun davomida internetda turadi. Shu aksiyamiz 100% amal etadi. Gap bo'lishi. Gelib so'rab, surishtirib, hem podarkisi 5 milyon içinde. No, podarkisi ham bo'ladi. Endi qaranglar, LG brendidan bizada ko'pchilikni qiziqtiradigan LG brendlari, Oreo brendidan Pozis, Samsung, Premier, Zifler, Seventage, Indesit, Shivaki, Beston, Hisense, Volna, xullas aytib o'tganimiz 27 xil mahsulot firmani mahsuloti bilan katta xodimligimizga nechalik xodim katta esa shunchalik skidkasi ko'p bo'ladi dedik. Ish xodimimiz 13 milyon satıldı. 12 milyon so'm satıldı. 10 milyon so'm ham satıldı. Hazır günde 9 milyon so'mga tushgan. 9 milyon mu şu? Yenine qaranglar. Yeni katta. Bir uchastkini produkti ketadi-ku, katta uchastkini produkti ketadi-ku bu yere. Yarım tonnalık xaladenlik 9 milyon so'mga. Bundan tashqari 4 milyon 400 ming so'mlik televizorimiz yoki bir dana gaz plita, vichkasi, pilisoslari mutlaka tekinga bo'ladi. Xalasangiz televizorni oling, xalasangiz gaz plitan. Undan tashqari 60 tanadan ziyod yoki bir danadan mas sizni kutib turibdi obunachilar. Hammangizni Dilli 300 Mesh texnikalar do'konida kutib qolamiz. Xudo xolasa. Endi xaladenliklarning aksiyasi tushunarli bo'ldi. Endi gaz plitalarni bir tushuntirib o'tdik. Premium klassdagi original gaz plitalarni bizda hozir kunda 30 dan ziyod modellari bor. Premium klassda gaz plitalarimiz 2,5 milyon so'mdan boshlanadi. 2,5 milyon so'mdan 4 milyon so'mga дейін gaz plita bor. Xullas, любой bir gaz plitadan bir danani tanlab olasiz. Sovg'asini bir dana sirchali kastrulka nabori, lagani, chalaki, choyniki, krujkasi. Undan tashqari sezoniga ham mant qozonimizdan ham birini olishingiz mumkin. Undan tashqari damozimiz uchun bir bilet, 60 dan ziyod sovg'alarimiz uchun bir dana biletni tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Endi faqat katta mahsulot xarid etib olishim kerakmi? Dilli 300 dan mahsulot sovg'alarni utib olishimiz uchun, Dilli 300 aksiyalarini ega bo'lishimiz uchun faqat katta mahsulot sotib olishim kerakmi degan obunachilarimiz uchun yo'q. Qaranglar, bizdan bir dana prisos xarid etib olsanglar ham damoz uchun biletlari, 60 tanadan ziyod sovg'alar uchun biletlari beriladi. Hozir istalgan bir eng arzon prisos xarid etsam bilet berasiz. Bilet beriladi. Endi qarang. Bizda prisoslarimiz 700, 800, 900, 1 milyon, 1 milyon 200, 1 milyon 500. Xullas, aziz obunachilar, o'zingiz xohlagan bir prisosdan bir dana xarid etib olsangiz, bir dana prisosingiz ham xullas xohlagan bir sizni oling, bir dana blender va bir dana chopperni tekinga qo'shib beraman. Damoz uchun 60 dan ziyod sovg'alarni tekinga olishingiz mumkin bo'ladi. Endi aziz obunachilar, bilasizlar, o'tgan safargi videomizda kommentariy show qo'yganmiz. Shu kommentariy showimizni o'ynamadik. Bugungi videomizda Asadbekni ishlari chiqib qolib, Asadbek sabab texnik nosozlik dedimi, sal shunday narsa bo'lib qoldi. Kommentariy showni uzr so'raymiz do'stlar. Uzr so'raymiz lekin. Kommentariy showni o'tkazamiz va ajoyibundan, zo'rindan bu yilni eng zo'r kommentariy showsini ham qo'yib beramiz obunachilar. Yine kommentariy show. Yine kommentariy show. Yine bir kommentariy o'ynaymiz. Bu 10 kun davom etami? 10 kun ichida. Sketch tamom bo'lincha bo'ladi. Bu degani 16 oktyabrdan 26 oktyabrga va 26 ya 27 oktyabrda video chiqarsak, shunda g'oliblarni aniqlab chiqaramiz. Yana bir kommentariy show. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildiringlar. Dilli 300 omad tilab qolinglar. Xohlagancha kommentariyangizlar, nechalik kommentariy ko'p yozsanglar, shunchalik tushunchani ko'payadi. Kommentariya showni g'olibini va nihoyat aniqlaymiz. Ayrim bir sabablarga ko'ra texnik nosozlik bo'lib qolgani uchun kommentariya showni endi biz aniqlaymiz. Bu hali hammasi emas,
yana bir kommentariya shu aynan bizni obunachilar uchun qo'yib beramiz. Hozir 3-o'rin uchun kommentariya shuni random programmasida aniqlashga harakat etamiz, xudo xolasa. Bir ina 3-o'rin uchun qo'yilgan bir dana elektrometrovkani bu qassoblar ishlatadigan meli chopga narsa emas o'zi ham. O'z egasini aniqlaymiz. Qaranglar, random programmasi orqali giramiz, yana ko'rib turganlaringizdek bosamiz. Kimni omadi kelib, xudo xolasa, kimni odi shu yerda chiqadigan bo'lsa, kommentariya yozgan obunachilarimiz arasidan 974 tane Diana degan obunachi. Diana. Rahmat, dillar 300 halollik foydadan ustundir. Gap bo'lsa, bu bizning shiorimiz albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. 3-o'rinimizga siz Diana shu narsani xarid etishingiz, olib ketishingiz mumkin. Xarid etma, usur tekinga olib ketishingiz mumkin. Bemalol kelasiz, narsani xarid etishingiz shart emas, tekinga kelasiz, olib ketishingiz mumkin. Bemalol bu sizning yutuqingiz. Ikkinchi obunachimizni, ikkinchi sovg'amiz, ya'ni pol avtomat kirmashinamiz yana aniqlaymiz. Hammangizni ko'zingizda oldinda yana gettanmaga omad tilimiz. Qaranglar, yana bir narsa eslatib o'tdik. Bizda kommentariya showda bir utgan odam 2 marta utmaydi. Endi shu sababi hammani deng ko'rish, hammaga deng taqsimlash uchun qaranglar, yana ikkinchi bosqimizda Diana degan obunachimiz yana aktiv bo'lgandan shunda ko'p yozgan, shuning uchun 15 kun oldin yozgan ekan. Qaranglar, bir utgan odam bir sovg'ani oldi. Ikkinchisini agar boshqa profilda yozgan bo'lsa berishimiz mumkin, lekin bir profil 2 marta utmaydi. Ko'rib turganlaringizdek, getdina. Yana Diana, ko'rdinglarmi do'stlar, aktiv bo'linglar shuning uchun. Yana qaranglar, Munisa Rahimberganova. Munisa Rahimberganova shu kirmashi aynasini qaranglar, polnistimi ustida o'tirsam ham chiqaradi. Polnisti garantiya narsa, xudo xolasa. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Hech qanday to'lovlarsiz, faqatgina kommentariy yozib, dillarimizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun shu sovg'amiz sizniki bo'lishi mumkin va bir dana like bosish esdan chiqmasin. Endi sovg'amizning eng zo'ri, eng glavnisi 2.200 ming so'm qiymatiga ega plisosumizdan bir dana plisosni egasini. O'zim hozir trendli bo'lib turgan plisos, ya'ni charakli katta plisos bo'ladi bu do'stlar. Hammangizga omad tilimiz, xudo xolasa. Random programmasi orqali yana aniqlaymiz. Ozoda Rozimova gap bo'lishi mumkin emas, bemalol kelasiz. Shu plisosimizni tekinga hech narsa xarid etmasdan olib ketishingiz mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammangizni tabriklaymiz, hammangizga omad tilab qolamiz. Keyingi kommentariy shoularda hammangizga omad. Qaranglar, shu videomizni o'z fikrlaringizni qoldiring, o'zingiz xohlagancha kommentariy yozing va bir dana like bos, esdan chiqmasin. Kommentariy showimizda yana kommentariy show qo'yamiz aziz obunachilarimiz uchun. Hali bunaqasi bo'lmagan do'stlar. Dillar 300 bombadan bomba aksiyalarini aynan yangi 4 yil obunachilar uchun o'tirib turibdi. Qaranglar, aziz obunachilar, bizga obuna bo'lmay kuzatib yurgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Şu videomuz kommentariyasına xohlagancha fikrlaringizni yozing va bir dana like bos, esdan chiqmasin. Birinchi o'rinimiz uchun bir dana lagani, bir dana chalaki, bir dana choyniki va bir dana krujkasi, ya'ni ayollarning orzusi bor naborimiz va 120 xil retseptda ovqat pishirib biladigan eng zo'r liboy bir ovqatni bir dana knopka bos evazini pishiradigan multivarki. Ikkinchi o'rin uchun tekinga sovg'a etib beramiz. Buni yutib olish uchun siz İstəyinizsə kommentariyada sizga fikrlarinizni qoldiring, like'larni bosing, videolarimizni bu yana tashlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Dillar 300 yana bizlarni obunachilarimizni o'ylagan holatda tekinga eslatib o'tamiz. Buning uchun narsa xarid etib olmaysizlar. Hech narsa. Faqatgina bizni videomizda aktiv bo'lib tursanglar, like bossanglar, podpiska bossanglar, kommentariyani zo'rlarini yozsanglar, inshaalloh shu podakilarni sizni kutmoqda do'stlar. Obunachilar, yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Xudo xolasa eslatib o'tamiz, yana bir aksiyamiz faqat 10 kun 16 oktyabrdan 26 oktyabrgacha amal etadi. Videoni ko'rdingiz, tezroq shoshiling, bir dana damozni yoki bir dana damoz pulida turadigan sovg'alar sizni kutib turibdi. Do'stlar, bizdan kuzatib boring. Inshaalloh sizlarga shunday manfaatli videolarni ko'rishda davom etamiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling.